Saloniga dedi. Ya. Xotiningga olib kelayotgan shikolat nomini otang bilmasa ham kerak. Toy bola. Ya endi keliniz homilador ekan, shu narsani yegisi kelibdi dedi. Homilador emaslar ham yegisi keladi, issiq choy bilan zo'r ketadi. Sen bola aynidek uylanadi. Men bittasini yo'ring dedi. Kerak emas. Ha? Assalomu alaykum dedi. Xotinchangizga suv olib kelyapsizmi? Anori, haqiqiy anor ta'mini his qil. Ismiga moslab olganingizni qaranglar ismiga. Ha dedi, просто papalab qolgan. Keliniz anorga boshqaroqqa qo'yib qo'ygan. O'shanga anor topolmasdan anor suvini oldim. Bu haqiqiy anorning ta'mi kelib turadi-da o'shanga. Nomiga moslab olganim. Sen biron marta menga ismim yozilgan suv olib kelganmisan? Dada endi Qudrat Ali degan suv yo'q-da. Bahona qilma. Zavodga aytsin yozib beradi. Ko'ngilda yo'q, xohishing yo'q seni. Mana shuni bittasini cho'ring dedi. Ichmayman. 3 kun qiynaydi hijron, 3 kun qiynaydi sog'inchim, 3 kun. Va Hofiz, bek qaravoring. Qo'shiq aytish kerak 3 kun. Ha dedi. Aho, dengiz bo'lyapsiz, dengiz. Yo'q, ummonning dedi. Xotinchingiz nima desa bo'ladi? Ammo ota haqida biron marta qo'shiq aytmagansiz. Aytaman dedi. Ayt. Otang o'tsa sanchar ular kamonini. Ya qo'y, aytayotgan qo'shig'ingni qara, o'limimni kutyapsanmi? Boshqa bor. Dadajon, dadajon. Qudrat Ali. Sen oddiy qog'ozga maklerda yozib kelibsan-ku. Ya dada zavoddan olib keldim, mana shunaqa suv chiqyapti yangi. Qanaqa mana krant olgansan, to'la ham olmagansan. Men qara, Imini ismingizni yozdirdim dada. Qo'ysangchi, bir marta go'ynimni olmadingsan. Tug'ilgan kuningiz bilan dada. Xotiningga olib kelgan odam. Qorada shakar qo'shganman, ichib ko'ring endi shirin suv.